İmam Buxoriy rahmetullah aleyhinin Al-Adabul Mufrad namlı hadis kitabı. Yani adab ahlak hakkında. 8. ders 13. bab Müşrik dadısıga yaxşılıq qilish haqidagi bab deydi. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi. Mening haqqimda Alloh taolaning kitobidan 4 oyat nozil bo'ldi. Anam, men hatta Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan ayrilg'uchilik yemaslikka, ya'ni tamoq yemaslikka va bir narsa ichmaslikka qasam qildi. Shuning bilan Alloh azza va jalla agar ota-onang sen bilmaydigan narsalar to'g'risida men shirik keltirishga ota-onang sen bilan jadallasa yoki seni majburlasa, u ikkisiga itoat qilmag'in va u ikkisiga dunyoda yaxshilik bilan hamroh bo'lg'in degan bu oyat tushdi. Ya'ni ota-onasi Alloh shirik keltiradigan bir ishga majburlagan vaqtida uning itoat qilmaydi, lekin ota-onasi mushrik bo'lgan taqdirda ham dunyoda uning yaxshilik qilishba. Ikkinchi oyat, men bir qilishni oldim, ya'ni meni qiziqtirgan bir qilishni ilib, ey Allohning payg'ambari, men bu qilishni sovq qilib berib etgan bo'lsalar dedim. Shuning bilan ular sendan g'animatlar to'g'risida, ya'ni anfal to'g'risida so'raydi degan oyat nozil bo'ldi. Anfal degan naflning ko'pligi. Bu ortiqcha ziyoda degan gap. G'animatni nima uchun ortiqcha ziyoda deb ataydi deganda, asli Alloh yo'lidagi jihad, uning g'oyasi, uning maqsadi Alloh taolaning kalimasini ustun qilish. Alloh yo'lida jihad. Buningga yana jihad qilishga, Allohning kalimasini ustun qilishdan boshqa yana ziyoda bir mukofot, ya'ni g'animatdan iborat ziyoda mukofot qo'shilib beriladigan bo'lganligi uchun ziyoda qo'shimcha degan ma'nosida nafl degan so'zni g'animatning o'rnida ishlatgan. 3-oyat, men og'rib qilib payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mening qishimga keldi, ya'ni meni yo'qlab keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalarni ashundoq yo'qlab turadi. Shuning bilan men ey Allohning payg'ambari, men mol dunyorimni taqsim qilishni o'yladim. Yerimni vasiyat qilib o'taymi dedim. Chunki Sa'd ibn Abi Waqqasning bu vaqtida bir tallam qizi bor bo'lib, mol dunyorim bekchiqkan. Bu birlik qizimga bersam bu mol dunyo bekchiq bo'lib ketgidek, shu yerimni boshqalarga vasiyat qilib o'taymi deganda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yo'q dedi. Shuning bilan men 3dan 1ni desam payg'ambar sallallohu alayhi va sallam gap qilmay shuyuk turdi. Shuningdan keyin shu sababli meyit vafot bo'lishining oldida o'zining mol dunyosidan vasiyat qilmoqchi bo'lsa 3dan 1ni vasiyat qilish joiz bo'ldi. Eng yuqori chek 3dan 1. Bo'lmasa 3dan 1dan oz pulni vasiyat qilib, ko'pragini bolalarga, mirosxo'rlarga miros qilib qoldiradigan gap. 4-oyat, men aroq ichib qoldim ansarlardan bo'lgan bir qavm bilan. Ya'ni Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu aroqda harom qilingan vaqtda aroq ichib qolgan gap. Shuning bilan ularning ichidan bir kishi meni to'gining javg'ay so'ngi bilan yoki tanglay so'ngi bilan mening burnimga urdi. Shuning bilan men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishiga keldim, ya'ni shikoyat qilib, ular meni urdi deb kelsam, ondan mushu sababli Alloh azza va jalla aroq harom qilingan mushu oyatni nozil qildi deydi. 25-hadis. Hisham ibn Urva u shundoq deydiki, menga dadam xabar berdi. U shundoq deydiki, menga Asma bint Abu Bakr radhiyallohu anha xabar berdi. Mening qishimga onam men qiziqqan holda keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning zamonida. Ya'ni Asma bint Abu Bakr radhiyallohu anha Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuninki jahiliyat vaqtida to'y qilgan ayoldan bo'lgan qizi. Abu Bakr radhiyallohu anhu bu ayoli iman etmaganligi uchun ayrilgan. Bu voqea Hudaybiya sulhisidan keyin yuz bergan, chunki Hudaybiya sulhisidan keyin
Sülhi bo'lgandan keyin o'tirda Makka Madinadagilar mayli mushrik bo'lsin yoki musulmon bo'lsin o'zaro bir-birisiga xotirjam bir-birini ziyorat qila oladi. Shu vaqtida Asma radhiyallohu anhaninki onasi mushrik bo'lsa-mu qizini yo'qlab Madinaga borgan gap. Shuning bilan Asma bunday deydi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan onamga sil rahim qilamanmi deb so'rsam, shundoq dedi. İbn Uyayna deydiki, shuning bilan Alloh azza va jalla bu haqda, ya'ni Asma to'g'risida Alloh taolo sizlarni din borasida sizlar bilan jang qilmagan, urushmagan kishilarga yaxshilik qilishdan to'smaydi degan bu oyat nozil bo'ldi deydi. 26-hadis. Abdullah ibn Dinar radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, u mundaq deydi: "Men Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuning mundaq deganligini angladim. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu yo'lliq bir tonning setilayotganligini, ya'ni ipak aralashgan bir tonning setilayotganligini ko'rib, ondan ey Allohning payg'ambari, bu tonni setib olsizlar va bu tonni juma kunida kaysizlar va o'maklar silning qashlariga mushta ziyorat qilib yoki iymon etish uchun kelgan vaqtida kiyib olgan bo'lsizlar" deb mushundaq dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu tonni oxiratda nisibisi yo'q kishilar kiydi dedi. Shuningdan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga buni mushundaq yo'lliq ipak aralashgan tonlardan keltirildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu tonlardan bir tonni Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu avatdi. Shuning bilan Umar ibn Xattob ajablanib dedi-da, "Men buni qandoq kiyman? O'zlari menga bu haqda shu degan gaplarni degan-go, ya'ni bu oxiratda nisibisi yo'q odamlar kiydi, biz musulmonlar buni kiymaymiz" degan idilg'u degan chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Men sana bu tonni sening kiyishing uchun bermadim. Sen yoki uni sotasan, yoki uni boshqalarga kiydirib qo'yasan." Shuning bilan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bu tonni Makkadagi bir qarindishiga avatib berdi. U qarindishi u chaqda musulmon bo'lishdan ilgari deydi. Mushrik qarindishiga avatib berdi. Alloh taolo haram yeyish haram bo'lgan, ichish haram bo'lgan, kiyish haram bo'lgan narsalarni setishini haram qilgan bo'lsa, ya'ni uning pulini haram qilgan bo'lsa, nima uchun yoki sotasa deydi deganda, bu ton ipak ton erlar haram bo'lgan bilan ayollarga halol. Shuning uchun haromligi nisbiy bo'lgan, ya'ni masalan, shunga o'xshash erlarga haram, ayollarga halol bo'lgan oltin degandek, ipak degandek narsalarni setish harom emas. Balki u Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bu ipak tonni sassa setib olgan ya ayol kishi kiya yoki bo'lmasa uni setib olgan odam qizlarga bir kiyim tikib bir yoki bir narsaga ishilta. Ish qilib er kishi kiymisi bo'ldi. Endi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu nima uchun ipak tonni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kiyib olgan bo'lsa deydi degan chaqda, u butunlay sap ipak ipakdan to'qilgan ton bo'lib qolmasdan, balki ipak aralashgan, ma'lum miqdorda, ma'lum nisbatda ipak bo'lgan ton bo'lishi mumkin. Shuning bilan Umar radhiyallohu anhu kiyib olgan bo'lsa deb o'ylab qolgan. Bu hadislardan olingan foydalar ota-onasi yoki qarindoshlari mushrik kafir bo'lgan holatda ham "Voy bu kafirgo, biz kafirni o'ldirishga buyurilgan" deblam sil rahimni qat'iy uzib, uning yomonlik qilish emas, balki mushrik bo'lgan taqdirdimi uning yaxshilik qilib, sil rahimni ulab va bir narsalarni hadiya qilib, mushrik tuqqanlarga yaxshilik qilishninki nihoyatda afzal amal ekanligini tushuntirdi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushrik bo'lsa, uning sil rahimni ulg'in, yaxshilik qilgan dedi emasmi? Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta